Nimasini olib ko'rsatamiz buni. Hadi zaharlovchi borib olib yuradi. Mana. Yaqin borib kelaver. Ko'rsatib beramiz mana. Mana. Ko'ryapsizmi? Birinchi sort, birinchi olinishi buni. Hali karax ancha, chunki namlik, salqinlik ancha bu yerlarda bor. Endi bu shunaqa ilonlarni zaharini olib bizlar har doim yana tabiatga qo'yib yuboramiz buni. Chak bizda ilon ko'pligi sababli buni zaharidan ko'proq bizlar yig'ib buni quritamiz yana. Sog'liq uchun foydali bo'lgan eng kerakli fraksiyalar mana shu birinchi sort zaharda bo'ladi. Bular juda ham karaxali ham, chunki bir hafta 10 kundan keyin yana aktiv holatga o'tadi bu ilonlar.